Alo. Voy chiqyapsanmi? Boydan beri turibmiz mana. Ha, tushyapman. Ne ish ochirasan-la? Bo'la qotesdi. Yaxshimisan-la? Ne unaqa qarayapsan-la? Oldindan aytib qo'y. Agar kayfga chaqirayotgan bo'lsalaring, men qaytganman. Sizlarga maslahatim, sizlar ham yig'ishtirlaring. O'sha kayfga ishlatadigan pullaringga uyga bu narsa olib kirsalaring, ota-oning ko'ziga quvonch ko'rasanlar. Bo'ldi endi, shuncha kayf qildik. Mana mendan shoh chiqdimi yoki sizlardan chiqdimi? Ay gapir chiqdimi? Xullas, sizlar o'zlaring yo'llaringdan ketlaring. Men o'zim yo'limdan ketaman. Menga qara, sen o'zgarmagansan. Oy, sekin. O'zgargan odamga unaqa deb bo'lmaydi. Tushundingmi? Bosh xotirmagan. Shoshganingdan ishdan kiyishamaysan chiqarib qo'yibsan-ku. Nima? Yozuvga 5 ekan. Yag'ir. Bu sen o'ylagan narsa emas, javob. Salomlashtirish. Правильный питание. Senga nima kayf qolman? U vaqtimi olsan, yarim soatim qoldi. Sen o'zing yo'llaringga ketlaring, men o'zim yo'limdan. Xafa bo'lmalaringni, bu yurishda endi uzoqqa bormaysanlar. Bu ish topib ishlash kerak. Qanaqa soqqani qilish kerak, surish kerak og'ayni. Voy, onasini ham qachon bizni ham shunaqa kerakli qaydimiz a? Olay qo'lingni. Abduqodir Husanovga duo qilib qo'yasan. To'xtang! Qattalab etdim. Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak throw, man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro. Alo. Ulug' tez olib kelinglaring mashinani. Endi men baqir chaqir qilasan, hozir bitta qiz bilan shunda ko'rishib kelaylik. Qanaqa qiz? Kimdir ko'rib qolsa, yonaman, ishdan ketamanmi? Voy, hech kim bilmaydi, yonmaysan. Olib kel. Hop. Qo'yib qo'ydimi? 别墅里面敞开，水池里面饮龙鱼。 bitta haydi. Sizda borda haydaysan jigar. Sizda bo'ldi, almashib olamiz. Ha, men o'zim beraman. 大事情从 Mashina olishga oldi, endi nima qilamiz? Bilmasam. Voy, Abduqodir Husanov mashinasimi? Qachon keldi? Qani o'zi? O'zi yo'q, biz qarindoshlarimiz. Voy, bolalar kakras, o'g'lim bor. O'shan oddiy qo'shib olsin, futbolchi qilib olaylik. Jinroqmisiz? Ertaga pullar beraman. Ertaga soat 8 da stadionda bo'lsa, hamma kechga olmasin. Rahmat. Qaysi jon, qaysi? Bunyodkor. Bu kirzada? Ha, meni eti kirgizib yuboradi. Bo'l. Siz kimsiz? Qarindoshi? Bo'l. Qaysi qarindoshi? Voy, nimaga Abduqodir Husanov bilan qarindoshligingiz yetmagansiz? Kimdirlar orqasidan maqtanish yomon ko'raman, bilasan-ku. Aylantirib kelaymi? Ketdi. Kalt beribdi, haydi. O'rtoq beraman, haydaysan. Hozircha men sho'piring bo'lib turing. Zo't ko'tar, ket. Voy, mana Husanov chiqarayotgan AK-45 mashinami? Ha, men qulpini menga ber. Voy, menga o'tiring. Menga-chi? Voy, bu magazin sotadi, hozir olib beramiz. Ur. Shuncha odamdan pul yechdik. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. O'zi mayda sumbala jonga tegdi. Bitta kuch urish kerak, surish kerak. To'g'ri aytasan. Bitta lo'q tanishim bor, chaqiraymi? Voy, bo'ldi, chaqir. Hozir Mana shu Abduqodir ishlab chiqarayotgan ichimlik. Sizlar qarindoshisizlar. Ha, 500 ming bilan kir 50% ga sherik qilib qo'yamiz. Bitta maslahatlashib ko'ring. Va, nimasini maslahatlashasan? O'zi yurib turgan tayyor biznes bo'lsa. Ey! tegma, Oz. Tegib tashama, qirib tashiysan. Rasmga tushmoqchimisan? Keyin olib qo'yamiz. Kim mashinasi ekan bilasanmi? Ha, akammi-chi? Qaysi akang? Abduqodir akam. San akangmi? Ha, Radnoy. Sizlar kimsizlar? Ukasi bormidi? Ha, bor edi, eshitganman. Aytdim, men senga bu yo'ldan yurmaylik deb. Qamalamiz, kelamiz.
Nima qiladigan bo'lding? Qo'shilasizmi yo'qmi? Umidi ham bo'lsa akam telefon qilaman, boshqa odam qidiramiz. Yo, qilma, bo'ldi. Men qo'shildim. Men hop pul olib kelaman. Hop qo'shildim, qilma. Zo'r ukam, zo'r. Точно $1000 berasizmi? 20 ming beraman. Endi biz qamalmaymiz, a? Chindamasam ukasi ham sherik o'ziga. Ekipaj, qo'rqmang. Men professional rassomman. Xo'psa, siz rasmingizni chizib beraman. Sizdek odamni ancha yildan beri qidirganman. Chirtalaringiz. Ya, unaqa cho'rt bola emasmi? Yo'q, siz noto'g'ri, qoshingiz, ko'zingiz, labingiz, sochlaringiz. Xolasiz pulingizni ham beraman. Ya, pul shart emas, o'zimga to'q bolaman. Rahmat. Arzimaydi. Voy, onasini ham sen bunaqa bo'lish kerak emas edi-yu. Ko'taring qo'lingizni. Ha, hop. Adasi? O'g'lingiz xonasidan manba chiqdi. Ha, o'g'lim bunaqa narsalar o'ynamaydi. Shu dacha chiqqan olgandir-da. Mayli, gaplashib qo'yarsiz. Hey, Ha? yoshingni eslab, bir o'ynamaymizmi? Baribir yutqizasiz-ku. Men chesting deyapsam, o'tir. Shart bajarishda o'ynaymiz. Farqi yo'q. Farqi yo'q, o'tir. Ma'mi dami ko'zir. Ma'mi tus ko'zir. Kim ekan zo'ri? Bo'pti, shartingizni ayting. Bolalaringni chaqir. Bolalarim, men otanglarga shu paytgacha mos bo'lmaganman. Otanglar mendan ham zo'riga loyiq. Oy, nima deganingiz bu? O'chir ovozingni og'acha eshi. Bolalarim, otanglar buyuk shaxs. Qani siz bunday o'ting. Men bittasi sizga pagon. Sizni boshingizga emas, men bilan o'ynash. Tushunmadim. Hasilashdim adasi. Shartingni ayt. Xotin, boshqa shart bera qol. Men mujik bo'ling adasi. Bizga qachon chiqadi endi? O'ynaymizmi yana? Endi shartda jo'ski bo'ladi. Mana buni ham ko'tar, buni ham ko'tar. Voy, 7 yo'q edi, ko'rsatib beribsiz. O'yin nomi bilan durak. Baribir nechesini bo'ldi? Ko'tar. Yo'q, ojon qo'ying, kerak. Jim tursangiz, chibirpas. Ojon qo'ying. Kelin, bir niyat qilgan ekan, siz oyog'ingizni masaj qilaman deb. Jim turing bo'ldi. Men sizdan revers so'rayman. Yaxshi. Bitta ham ko'zir yo'q. Ha, kitob bo'lib ketibdi-yu, qo'lingiz. Ayt shartingni. Ha, Tolib, nimaga chaqirding? Xullas, men xotinimdan qo'rqaman, choyxonaga chaqirmalaring boshqa. O'lakda. Shuncha yildan beri bekitib yuruvding. Bo'ldi, kuruvdan chopilding. Sen kuruv deysan, o'zi kerak. Yur. Buni sizda yashiy o'laydi. Ada, oyi, qo'ysanglar-chi. Qarigan paytda zarilmi sizlarga? Yoshlar o'yini-ku. O'ynashni bilasanlarmi? Ha? 2-2 o'ynaysanlarmi komandichni? Yo'q, qo'ysangizchi. O'ynaysanlarmi? O'ynaymiz. 3 kun qatda yashaymiz. Amakiniki borib turinglar, yutqizdinglar-ku. Hali 3 kundan keyin keling, kuningizni ko'rsataman. Revansh bo'ladi. Qurtaman bolalarga. Propiskadan o'chirmay keling. Yuring adasi. Ma'lumot alamli bo'ladi, ada. Ma'lumot. Alo. Assalomu alaykum, G'ulom aka, yaxshilayapsizmi? Tez gapirish eshitaman. Kelishingizda bolaga pampers bilan kashf oling.
Keyin qolgan narsalarni ham yozib boraman Telegramdan. Bo'pti, xo'p. Aka, mana shuni hisoblab bering. 20 ta boraman hozir. Bola uxlab qoldimi? Obbo, bu nima deyapti endi? Ulan kelingsanmi? Endi kayfiyatda. Atmosferani qaragin. Borasan-ku shu tomon eshuringga. Aka, beringmi, olasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ovqating tayyormi? Aytgan hamma narsalarni olib keldim. Bugun yomon charchadim lekin. Hozir choy damlab oling, keyin ovqat suzib beraman. Bo'ldi, xo'p. O'rtoqman, bormi? O'zlaring damovrlaring. Gunom aka, uylanganingizdan keyin meni esingizdan ham chiqarib yuborsangiz kerak. Uf, yana boshladingmi? Ketdim men o'rtalarim oldiga. Uyga voqea qo'shildim. Orbeli. Yaxshimisiz? Ishga kech kelishini qarang. Xotini voqli uyg'otsa bo'lmasmikin? Gunom aka, turing, ishga kech qolasiz. Uf, o'zim bilib turaman, borgin. Kiyimini g'ijimligini qarang. Tavba, eringni kiyimini chiroyli qilib dazmollab chiqarib olmaysanmi? Qanaqa befarosat xotin. Hamma har xilda. Onu. Voy, buncha g'ijim narsa kiyib oldingiz, yeching dazmol qilib beraman. Odamlar gapiradi. Kim ham menga qaraydi? Shoshonmi? Tushunmaysiz, xotini qaramas ekan deydi. Har kuni ishxona zaxtirik qiladi. Qiladi-da, xotini tayyorlab bermagandan keyin. Eridan keyin uyg'onsa kerak. Shunaqa befar xotin bo'ladimi? Bo'pti, xotin, men ketdim. Voy, zavtrak tayyorlab qo'yuvdim. Yo'q, kecha olma. To'xtang, qachon bu ko'p ichib keling. O'zbekiston bo'ylab 14 ta filial, 11 yil ichida 100 mingdan ortiq talaba ingliz tilini o'rgangan va minglab o'quvchilar IELTSdan 7 va undan yuqori natija ko'rsatib kelishmoqda. Rahmat. Rahmat. Ichida shamollaydi. Eri o'lib ketsa ham xotiniga farqi yo'q shekilli. Qachon bu doringizni ichib keting, kecha ham ichmadingiz. Shu paytgacha dori ichganim ko'rganmisan? O'zi o'tib ketadi. Alo. Salom, qalaysan? Bugun kechki 8 da choyxona bor esingda-ya. O'zlaring o'tirularing o'rtoq. Men bora olmayman lekin. Aniq xotini yo'q degan. Choyxonagami? Bu joyini to'ppa-to'g'ri etdinglar. Yana qanaqa choyxona? Sindoshlar bilan. Mana shunaqa yuraverasiz kechqurun choyxona, keyin kech kelasiz. Voy onasini sen turishimni qara. Mana qara, erkakmisan, ha? Qaraysan-da, ko'zing tushadi-yu baribir. Sen bo'li yoningda xotining turibdi, nimadan qo'rqasan, ha? Bu timini yonimdagi xotinim emasdi. O'shanga siqilyapman. Erkakmisan, ha? O'zing hal qil. Zurg'ulamaga shashlik yedim. Piyoz desang bo'lmasmidi?